Assalomu alaykum, hurmatli kanalimni kuzatib o'tirasiz do'stlar. Bugun ko'chmas mulkimiz Xudo xolosa Urganch shahrimizning markazida joylashgan. Tak 5 qavatli binoni yo'lni bo'yinda. 5 qavatli binoni ikkinchi qavatida 60 kvadratli 2 kanal kvartirani ayrim jihozlar bilan sotiladi ekan. Yurtdoshlar girgan giravaj prikoshkamizda görünüş qismlari, devorlarimiz aboy, patologlarimiz natijnoy. Bu yerda ayrim jihozlar qoladi aziz do'stlar. Tak Belimizde mualliklerim durttu. Görgenden eşiklerimiz hem acayip kummat narxlı firmini de bataladı indi. Eşiklerden. Bismillahirrahmanirrahim deb desek, berimiz aşxanası aziz dostlar. Bu joyimiz yo'lni bo'yida joylashgan Aryaposkini yo'lini ustunda Al-Harazimida hamma biladi bo'lema. Duh konturni katyorlarimiz ham bor. Kuxinni mebellarimiz ham e'tibor etamiz. Bu yerda ayrim jihozlar qoladi, joyning ustunda qolgan jihozlarni gap tashladi yurtdoshlar. Ko'xlamız ham, aşxonamiz ham ajoyib, gap yo'q. Tak, bu yanımızda spalnisi, amayimiz bu spalnisi. Yani görüp turganlarınız deyin. Bu mening mehmonxonasi ekan bu. Patologlarimiz natijnoy, devorlarimiz aboy, kondisionerimiz bor. Aziz do'stlar, perdani ham chiroyli qilib yotib qo'ydilar ekan. Bu yanımızda sanitariyanımız, hajatxonamiz. Görüp turganlarınızda yine sanitariyanımız, hajatxonamiz. Berimiz ekan spalni. Uzr, berimiz spalni ekan. Aziz do'stlar, bu oynamiz ham yo'lni bo'yina qarab turibdi ekan. Aryapotski yo'lni ustunda Al-Harazimida. Kanalimiz hurmatli obunachilar, joyimizning narxi ekranda yozilib turadi. Tez srochniy sotuvda joyimiz, yo'lni dik bo'yinda lokatsiyamizga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Al-Harazimini yo'lni dik ustunda joylashgan, Aryapotski yo'lni ustunda, Aryapotni yo'lni ustunda. Chiqib turib, podyezddan chiqib to'g'ri yo'lga chiqsangizlar, Aryapot ko'rsanib turadi desam bo'ladi yurtdoshlar. Telefonlar bilan ekran yozib qo'yamiz, telefonlaringizni kutib qolamiz. Joyimiz gaz, svet, suv, transportlardan hech qanday muammosi yo'q. Srochniy sotuvda shu joyimizga layklarni bosish yoddan chiqarmanglar, do'stlaringizga tarqatib beringlar.